Mana buni yengillik desa bo'ladi. Dunyo avtomobilsozligi uchun kecha kunduzda shov-shuvga aylangan va yaponlarning yangi va shedevr bo'lishi kutilayotgan yangi superkari. Toyota kompaniyasiga tegishli Toyota Gazoo Racing tomonidan ishlab chiqarilgan yangi flagman superkari. U afsonaviy Toyota 2000 GT va Lexus Elfa'ning ma'naviy vorisi sifatida ko'rsatilmoqda. U joriy yilning dekabr oyi boshida poyga versiyasi GR GT3 bilan rasman ommaga taqdim etildi. GRGT'ning asosiy xususiyati va xarakteristikasi poyga standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan murosasiz yo'l avtomobili hisoblanadi. 4 litrli twin turbo va obrazli 8 silindrli gibridning ustanovkasi bilan 650 ot kuchi 850 Nm bo'ladi va uzatmalar qutisi 8 pog'onadan iborat bo'ladi. Tormoznov sistema esa Bremboning karbon keramikasidan bo'ladi. Xabarlarga qaraganda 320 km/soatgacha maksimal tezligi bo'ladi va bor yo'g'i 0 dan 100 gacha 4 sekund sarf qilishi mumkin. Kuzov asosan alyuminiydan iborat bo'lib, 1750 kg atrofida bo'ladi. Superkar muvozanatini yaxshi saqlash va boshqaruv sifatini oshirish uchun dvigatel oldi tarafga, uzatmalar qutisi esa orqa tarafga o'rnatilgan bo'ladi. Sotuvga esa taxminan 2027-yili chiqishi mo'ljallanmoqda.